Olimlar avtomobil rangini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishdi. Ular shunchalik qora bo'yoq yaratishdiki, u go'yoki borliqdagi tuynuk yoki matritsadagi nosozlikka o'xshab ko'rinadi. Bunday qoplamaning siri uning mikrotuzilishidadir. Odatda bunday materiallar yorug'likni yutuvchi zarrachalar yoki uglerod nanotrubkalari asosida tayyorlanadi. Bo'yoq ko'zga ko'rinadigan yorug'likning 99.9% dan ko'prog'ini yutadi. Nurlar kuzovga tushganda ko'zingizga qaytib akslanmaydi, aksincha qoplamaga singib ketadi. Uning ichida tinimsiz qayta akslanadi va issiqlik shaklida tarqaladi. Biz jismlarning hajmini faqat yorug'lik va soya hisobiga ko'ramiz. Ushbu bo'yoq zarracha jilo bermagani uchun inson ko'zi shaklni shunchaki ilg'ay olmaydi. Natijada har qanday, hatto eng murakkab va bo'rtma kuzov ham o'zining barcha egik chiziqlarini yo'qotib, mutlaqo yassi 2D shaklga aylanib qoladi. U juda futuristik ko'ringani bilan ommaviy ishlab chiqarilish ehtimoli juda past. Bunga bir nechta sabablar bor. Eng katta sabab xavfsizlik.